Al-Muhaymin bu so'z hamma narsani qamrab oluvchi degan ma'noni bildiradi. Bu ismning ma'nosi shuki, Alloh bandalarining barcha holatlariga guvoh bo'lib turadi. Undan hech narsa maxfiy qolmaydi. U zot barcha narsani biladi. U zotning ilmiga nihoya yo'q. U zotdan biror narsa maxfiy qolmaydi. U zot ko'zlarning xiyonatini, odamlardan maxfiy bo'lgan sirlarni biladi. U zot yerga kirgan, yerdan chiqqan narsani va osmondan tushgan, osmonga ko'tarilgan har bir narsani biladi. U zot insonning miyasiga kelgan, inson niyat va orzu qilgan narsalarni ham, qalbning eng to'g'ridagi his-tuyg'ularni ham biladi. Bu narsalarning barchasini bir vaqtning o'zida qamrab, nazorat ostiga olishga esa insonning qurbi yetmaydi. Al-Muhaymin sifatli zot barcha narsaga qodirdir. U zot hech narsadan ojiz qolmaydi. U zotning qudratiga nihoya yo'qdir.